Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ilk bor Ukraina qurolli kuchlari nafaqat Rossiyaning Kursk viloyatining bir qismida, balki qo'shni Belgorod viloyatida ham pozitsiyalarini egallab turganini tan oldi. Bu haqida u 7 aprel kuni kechki video murojaatida ma'lum qildi. Biz dushman hududidagi chegara hududlarda faol amaliyotlar olib bormoqdamiz. Urush qayerdan kelgan bo'lsa, o'sha joyga qaytish kerak, deydi Zelenskiy. Janubiy Koreya ikki davlat chegarasidan o'tuvchi chiziqni kesib o'tgan Shimoliy Koreya askarlari guruhiga ogohlantiruvchi o't ochdi. Bu haqida Janubiy Koreya qo'shinlari bosh shtablari qo'shma qo'mitasi ma'lum qildi. Buni qurolsizlantirilgan hududning sharqiy qismida Shimoliy Koreya armiyasining 10 dan ortiq harbiy xizmatchisi harbiy chiziqni buzdi. Shu sababli bizning qurolli kuchlarimiz ogohlantirish berib, ogohlantiruvchi o't ochdi. Shundan so'ng Janubiy Koreya harbiylari shimolga qaytib ketdi, deyiladi bayonotda. Qo'shimcha qilinishicha, Janubiy Koreya harbiylari qurolsizlantirilgan hududning chizig'i ustidan nazoratni kuchaytirgan va vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda.